Akalar assalomu alaykum. Bizni kuzatib boruvchi hamyurtlar, mana navbatdagi darvozalarimizni ko'rib bir baho berasizlar. Xo'p, razmerlari keladigan bo'lsak, eniga 3.40, bo'yiga ham 3.40 bo'lgan. 1.8 da 2 qavat pelsovoy lista bo'lgan. Mana darvozalarimizni ko'ringlar. Yangilik fasonimiz high-tech degan nerjinkali holatda. Razmerlari 3.60 ga 3.5 bo'lgan. Pechat darvozalarimiz eniga 3.40, bo'yiga 3.5. 3.10 ga 3.5. 3.30 ga 3.5. 3.5 ga 3.5 bo'lgan holatda. Kimga shunaqangi darvoza, sifatli darvoza kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomer qoldiraman, bemalol aloqa qilishlaringiz mumkin.